Men hozir sizga o'yinimiz davomida bir qancha so'zlar ko'rsataman va ushbu so'zlardagi harflarning o'rni chalkash joylashgan bo'ladi va siz ushbu so'zlarning to'g'ri variantini topishingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, unda biz birinchi so'zni boshladik. Birinchi so'zimiz o'qib ko'ring. Muhtasham. Yaxshi. Menimcha muhtasham bo'lsa kerak. To'g'ri, qanday bildingiz? Qiyin so'zimiz edi, navbatdagi so'zimiz. Suv so'z so'qdan ekan. Menimcha xursand. Xursand. Yaxshi. O'yinimiz yaxshi davom etyapti. Navbatdagi so'z. Berib keling. Navbatdagi tosa. Saodatmi? Saodat. To'g'ri. Va oxirgi so'zimiz. Xot bora. Qanday so'z bo'lishi mumkin? Ya'ni bizning fakultetimizga juda ham to'g'ri keladi. Ya'ni jurnalistika fakultetida ushbu so'z deyarli har kuni ishlatiladi. Albatta, to'g'ri. O'yin uchun rahmat. Imlo TV va Hamsa o'zga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. To'g'ri.